Assalomu alaykum bratva. Sizlar bilan как всегда Junior kanali. Bugungi videoda sizlar bilan tekinga olinadigan skilllarni birgalikda ko'rib o'tamiz. Britaniyalik olimlarning aytishiga qaraganda, nikto ne vijim. Shu uchun shalga qilmasdan like bosib qo'yinglar. So'z bo'ladi va biz boshladik. Akkinchi. Bugungi videoda ham rozigirish bo'lib o'tadi. Rozigirishda ishtirok etish uchun ko'rayotgan videomizga like bosasiz. Johnny Wood YouTube kanaliga obunachani bosib qo'yasiz. Keyingi videogacha 3000 ta bo'lib yallab qo'ysangiz 5 ta 125 yuzidan rozigirish bo'lib o'tadi. Shu sababdan imkoniyatni qo'ldan boy ber. Biz esa boshladik. Sizlar uchun bayramona juda ham ajoyib sovg'a. Kupikod endi O'zbekistonda. Bu juda ham katta o'yinlar uchun donatlar qiladigan sayt hisoblanadi. Bunga hech qanaqangi parol, login shart emas. Faqatgina IDingiz orqali har qanday dunyoning har qanday nuqtasidan to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. O'yinlar soni juda ham ko'p. PUBG Mobile, New State, undan tashqari Mobile Legends qanday o'yin kerak bo'lsa, bemalol bu yerda to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda donat qilganlarning soni milliondan oshib ketgan. Bu servis 24 ga 7 doimiy holatda juda ham tez fursatlarda IDingizga UC'larni tashlab beradi. O'zingizga yoqadigan o'yinni tanlaysiz. Bu yerda Johnny promo kodini tasdiqlaysiz va 5% lik chegirmaga ega bo'lasiz va UC'ingiz tez orada tashlab beriladi. 24 ga 7. Albatta ishonchli servisdan foydalanishni unutmang. Bugungi videoda sizlar bilan top regionlar va ulardagi kristallar evaziga olinadigan skilllar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda bu Braziliya regioni. Bu yerda ham голосовой paklar mavjud. Demak, Warriors Kel degan bu yerda demak голосовой pak mavjud ekan. Undan tashqari bu yerda Cobra голосовой paki, mana bunaqangi tasodifiy Summer Hot degan голосовой pak. Prosta bular case kabi, bularda ochmasliklaringizni aytib o'tmoqchiman. Mana bunaqangi yorqin patli shahzoda setini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Brilog, Vector juda ham ajoyib, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. 61 ta kristall evaziga ekan. Endi bunda sabitalar qanday keladi? Tekinga kristall beradimi, yo'qmi bilmayman, to'g'risini aytaman. Braziliya regionida bu yerda Alpha 7, ya'ni Alpha 7 sotib olishlaringiz mumkin ekan. Prima голосовой peklarda. Undan bu yerda Ice Age bor, muzli yurak degan set. Demak, bu yerda mana bunaqangi avokado setlarni, avokadoni primoy sotib olsalaringiz ham bo'ladi. Primoy sotib olgan yaxshi, mana bunaqangi case ochgandan ko'ra. Mana bunaqangi chili qalampiri bor, QBZ. Ajoyib QBZ teksturalarga ozroq e'tibor berilgan. Mana shunaqangi skin bu yerda 80 ta kristall evaziga ekan. Daraxt kesuvchi setini bu yerda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib. Va mana bunaqangi yozgi mavsum shim ekan bu. Shortiga emas, turuska emas. Shim ekan. Ajoyib. Va kristallning umumiy narxi 25 UC'ga teng ekan. Bularni bepul sabitalardan olsalaringiz ozroq vaqt ketadi. Agar shu regionga o'tib qo'yganlaringizdan keyin tekinga ham ushbu skilllarni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu shapka menda mavjud ekan, menimcha sotib olgan bo'lsam kerak. Keyingi ko'rib o'tadiganimiz bu Buyuk Britaniya regioni. Kelinglar, unda berilgan kristallar evaziga skilllarni ko'rib o'tishimiz kerak. Ko'k kristall ekan. Bu yerda birinchisi голосовой pack. Bu yerda Copy Gaming'ning голосовой pack'ini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik Babe
qaytdi degan fikrlarni izohlarda yozishni boshlashdi. Bu Babe emas, shunchaki Cappy Gamingni logotipi mana shunaqangi Babe kostyumi bilan birgalikda. Shu sababdan ko'pchilik bunda chalg'idi va Babe qaytdi deb ayrimlar ushbu regionni izlashdi. Buyuk Britaniya regionida sizlar голосовой pek orqali Cappy Gamingni, demak голосовой pekini olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda Matsin Life deb nomlanadigan голосовой pek bor. U bilmayman qayerdaki. Patli Shahzoda bu yerda ham bor ekan. Brillok, Vektor, ryukzak, burgut gacha polnosti o'xshash. O'sha boya aytganimizdek, men bu boshqacha qo'rqmas qahramon seti ham bu yerda bor ekan. Uni bosh kiyimi ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda demak ertaknamo himoyachi. Juda ham super set ekan. To'g'risi o'zim asosiy akkauntim mana shu regionda bo'lgan dedi. Hech bo'lmasa dubulg'asini sotib olgan bo'lar edim. Afsuski bu regionda emasman. Nasib bo'lsa region vaqti ochiladigan bo'lsa, albatta o'tib ushbu skilllarni qo'lga kiritaman. Wow! Maysazor ovchisi deb nomlanadigan mana bunaqangi setni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib setlar bu yerda taqdim etib o'tilgan. Uni maxsus quroli, grizzly panjasi, SKS ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak dinozavrlar davri голосовой pek, ya'ni ovoz peki taqdim etib o'tilgan. Men bu shapkasini yechib tashlaymiz va bu yerda mana bu shapkasini qo'ysak bo'ladi. Juda ham ajoyib faxriy qo'riqchi setini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Wow. Nima qayer imperiyasi? Junkrat imperiyasi deb nomlanadigan maxsus set. Krisalar makoni filmida. Bu yerda mana bunaqangi demak Lola ryukzagi mavjud ekan. Juda ham ajoyib. Endi Lola dachasi umuman tekstura to'g'risi unchalik menga yoqmadi. Hali men sizlarga dachalarni, superlarni ko'rsataman. Bu yerda mana bunaqangi Lola shlemi bor, tekstura umuman yo'q. Wow, samoviy sayohatchi deb nomlanadigan super kiyim. Menga ushbu kiyim juda ham yoqdi. Mujikka o'tkazadigan bo'lsam, normalniy turar ekan. Ajoyib. Dengiz oltini Koreyaga uchun maxsus skinni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Skavarada, ya'ni tuxum pishirgich. Juda ham ajoyib. Granata bu yerda taqdim etib o'tilgan maxsus afsonaviy jangchi seti. Umumiy normal kristallarga olishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Afsonaviy jangchi AKM. U set bilan birgalikda zo'r turishi aniq. Mana bunaqangi Grum sport kiyimi va uni har xil turdagi bosh kiyimlarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Oldin bu qaysidir sabitida chiqqandi. Menda ham bittasi hech bo'lmasa bo'lishi kerak, adashmasam. Mana bunaqangi juda ham ajoyib setni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Uni svetofor lomi yaxshi setlar bor ekan ushbu regionda, gap bo'lishi mumkin emas. Bu endi tasodifiy yashik, buni ochishlaringizni tavsiya qilmayman. Qishki setlar mavjud ekan, uni ryukzagi, shlem, juda ham ajoyib shlem, ofitser shlemi. Mana bu shlem ham zo'r, teksturalarga o'xshab ketar ekan. Yomon emas-da. Normal setlarni bu yerda taqdim etib o'tishgan. Menga juda ham yoqdi. Zo'r o'tishlaringizni albatta tavsiya etaman. Mana reytingim bo'yicha bu Janubiy Afrika regionidagi skilllar juda ham ajoyib deb o'ylayman. Bunda demak mana bunaqangi Urdu degan голосовой chat qo'lga kirishingiz mumkin. Undan tashqari bu skin ko'ringizlar barchasida bor. Mana bunaqangi Vektor bor, ryukzak shunchaki ajoyib, brillok, parashut, parvozdagi burgut. Prostokkina. Bu skilllar o'zgarmagan. Yashil qo'riqchi juda ham zo'r. Zeleniy fonarey degan film bo'lardi. O'shani personajiga o'xshab ketadi va bu yerda transport uchun, ya'ni dacha uchun skillarni ham ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Gulli dacha. Endi bu juda zo'r deb aytib bo'lmaydi, lekin legendarniy o'sha oltin jag dachasini bu yerda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. 50 tagina bor yo'g'i kristal evaziga siz ushbu skinni olishlaringiz mumkin ekan.
Endi 30 UC dan bu kristallarni primoyga sotib oladigan bo'lsangiz 50 tasi qanchaga tushadi? 50 tasi 1,5 ming UC ga tushar ekan. Demak, buni tekinga ham olsalaringiz bo'ladi, har xil sabitiyalar qo'shiladi va tekinga ushbu kristallarni olish imkoniyatida bo'lasiz. Juda ham ajoyib Janubiy Afrika Respublikasiga o'tishlaringizni tavsiya qilaman. Eng zo'r superlari albatta shu yerda bo'ladi. Undan tashqari mana bunaqangi portlovchi qo'y granatasi bor, ryukzak, tova bor va normalniy skinlar bu yerda qo'yib o'tilgan. Mana o'ylashim bo'yicha Janubiy Afrika Respublikasi regioni juda ham super. Va so'nggi super regionlarimizdan biri bu Birlashgan Arab Amirligi regioni. Kelinglar, u yerdagi skillarni birgalikda ko'rib o'tamiz. Bu regionda o'zimning asosiy akkauntim va demak bu yerda ixcham avtomobil Dacia qutisini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Menga unchalik yoqmadi. Bu yerda qanaqadir yozuvlar bor, arabcha. Hamma regionlarda mavjud yorqin patli set, ryukzagi, uni brillogi va parashyuti. Undan tashqari mana bunaqangi set ham bor ekan, juda ham ajoyib. Jade Master seti zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, Jade setini bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Uni bosh kiyimini olib tashlaymiz va mana bunaqangi demak ajoyib Jade'ni ikkinchi seti ham mavjud ekan, zo'r. Bu yerda Yagoub deb nomlanadigan, menimcha YouTuber bo'lsa kerak, голосовой pack ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bu yerda kimda bu 3 Adel va LL голосовой pack, bu qanaqadir animatsiya bo'lishi mumkin, bilmayman, to'g'risini aytaman. Michel Tamer'da голосовой pack bor. Undan tashqari bu ham Michel Tamer ekanmi? Michel Tamer. Uni primoy prostoyni olsalaringiz bo'lar ekan. Chiqarib bu yerda legendarniy и mifическiysini topsalaringiz bo'lar ekan. Bu yerda Power degani голосовой pack bor. Bu nimaligini ham bilmayman. Power. Yasminning голосовой pack bor. голосовой packlar juda ham ko'p ekan. To'g'risi, ma'nosini ko'raylik ham, men bilan ana голосовой pack 100%. Berry YouTube. Demak, голосовой packlari mavjud ekan. Gepard. Wow. Gepardni dachasini chiqarishgan dedi. O'sha Birlashgan Arab Amirligida qanaqadir sabitiyada kelganda, o'sha paytda men chiqara olmagandim. Orzu bo'lib qolgan dachalardan bittasi. Nasib bo'lsa, qaytadigan bo'lsa birgalikda ochib ko'ramiz. Million Roses demak голосовой pack, mana bunaqangi koronani ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Va super bu yerda demak emotsiya qabila raqqosi deb nomlanadigan emotsiyani ko'rishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Sahro raqsi bu yerda bor ekan, juda ham ajoyib. Atroni голосовой pack, nasib qilsin bizadaychilarning ham голосовой packlari chiqish. Mana shunaqa. Amir Carrara голосовой pack, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bunaqangi Dacia bor ekan, arab ertaklari deb nomlanadigan. Faqat bu primo emas ekan, bu ham yashik ekan. Ochishlaringizni umuman tavsiya qilmayman. Chunki bir tinga qimmat, umuman narsa normali tushmaydi. Men orzu qilib turgan narsa ana bu set, kapitan seti. Kaltakesak kapitan seti, to'g'risi juda ham havasim ketdi va nasib bo'lsa mana shuni sotib olishga qaror qildim. Undan tashqari bu yerda sabzi ishqibozi AKM'ni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. AKM unchalik tortmas ekan. Sabzi dachasi umuman teksturaga e'tibor berishmagan, uni oddiygina quyon setini bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Brilloklar, mana bunaqangi bosh kiyim, zebra quloqlari deb nomlanar ekan. Men bu yana голосовой packmi? Hozir menda ochsin ko'ramiz. Da, PUBG Mobile голосовой pack. Bir tinga qimmat. Mana bu yerda женский, murskoyga o'zgaradigan normal setchani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r. Wow! Qulfbuzar seti. Zo'r-ku? Mana shunaqangi bunaqa setlarni uncha-muncha joyda uchratmaysizlar-da, to'g'risini aytaman. Paxmoq chiroy deb nomlanadigan setni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu bosh kiyimimi? Bosh kiyim
menimcha buniki bo'lmasa kerak. Rock and roll bosh kiyimi va uning kostyumi. Zo'r ajoyib set. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kosichkani, demak, mana shunaqangi soch turmagini 16 ta, demak, kristal evaziga o'rchishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Ajoyib. Gap yo'q. Kostyum bu yerda SKS kristalli narxi 30 UC ekan. Manda bu yerda mavjud setlar. Demak, Vektorni sotib olgan ekanim. Bu yerda Yagubni, demak, Galasoy pekini, yana Galasoy peklar bir tinga qimmat, ryukzak va albatta emotsiya. Bu emotsiya menimcha RPdan olganmanmi, esimda yo'q. Bu yerda ham uni sotib olishlaringiz mumkin ekan. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ham aktivlikni ko'rsatib, ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.